Assalomu alaykum do'stlar, hammaga. Juda ham ko'p odam yozyapti kommentarda, nima uchun mikrofon bermadi sizlarga, u yerda nima bo'ldi, qanaqa narsa bo'lib ketdi, odam ko'payib ketdi deganlarga do'stlar, mana ko'rishlarim mumkin. Mana shu nima dedi, o'rtamizda hozirlikdan kelishmovchilik bo'ldi, lekin alhamdulillah hal qildik, chiroyli do'stona shaklda hal qildik akalar. Hammasi yaxshi, chiroyli, prosta nima bo'ldi? Jangni bir oygacha Oktagon ligadan chetlashtirdi. Chunki sababi u yerda hozirgina narsalar qilib qo'ydim. Emotsiyada bu narsa ham. O'zim atayin qilganim yo'q. Rahmat. Asosiysi kim nima degani bilan ishim yo'q. Asosiysi ota-onamni xursand qildim. Eng baxtli inson o'sha yerda men bo'ldim akalar. Eng xursand bo'lgan joyim shu. Meni qo'llab-quvvatlab, padishga qilib turgan vatanimga, mana O'zbekistondan qanchadan qancha insonlar padishga qilyapti. Hammalariga rahmat, borlariga shukr, jonlari omon bo'lsin. Endi qayerda bo'lsa ham mana bu O'zbekiston bayrog'ini nasib qilsin inshaalloh